Shu bugun ertalab bir to'yda ma'ruza qilyapman. O'qigan qizning mahri qimmat bo'ladi degan gapni aytib o'tdim. Bu ulamolarimizning gaplari. O'qigan qizning mahri baland bo'ladi. Bir marta, 2 marta diplom bor olgan, ma'lumoti to'liq tugallangan oliy bo'lgan kelinning mahri baland bo'ladi. Kuyovlar sodda bo'ladi-da. Endi balkim to'y vaqti hayajonda bo'ladimi? Juda soddaligi qo'zgan mahal. Kuyovga aytamanki, endi mana kelin o'qigan ekanlar. Oliy ma'lumotli ekanlar. Sen bo'lsa 10 gram tilla beraman deyapsan. Bo'lmaydi og'ayni 10 gram tilla. Seni ayoling 100 gram tillaga mahr oladigan ayol desa, hali kuyov hisoblaydi-da, keyin bilan tortishadi. Men buncha pulni qaydan olaman deydi. Aytdi, sendan hozir ber deyilmayapti og'ayni. Beraman degin, keyin ishlab berasan. Ammo berishing kerak. Bermasang qutulmaysan. Bermasang keyin o'g'ling beradi. O'g'ling ham bermasa, xotining yoqangdan qiyomat kuni oladi. Mahr shunday narsa. Faqat hozir sening imtihoning. Alloh taolo Qur'oni Karimda va atun nisaa sadaqatihinna nihla deyapti. Nihla so'zining ma'nosi ko'p. Mamnuniyat bilan bering, himmat bilan bering, saxovat bilan bering, ziyoda qilib bering ayollarga mahrlarni deyapti. Nima uchun Alloh taolo ayollarga mahrlarni bering deb qo'ymayapti-da? Ayollarga mahrlarni mamnuniyat bilan bering deyapti. Shuni tushuntiraman hali kuyovga. Sen unaqa tortishmaginda hozir. To'g'ri, bizda Hanafiy mazhabida 10 shar'iy dirham deyilgan. 500-600 dollar bo'lar desam, ha bo'pti 600 dollar beraman deydi. Yo, u eng pasti u. Sen yuqori